Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Bekxam do'stlar. Xo'p do'stlar, biz bugungi videoda nima desam bo'larkan, eski charoq Nexus klassdagi bitta mashina bor, o'shani tuning qilamiz do'stlar. U qaysi mashina deydigan bo'lsanglar, chatda o'chirib qo'ya qoling. U mashinani menimcha o'sha hamma olib minib ko'rib bo'ldi. Men endi olib ham ko'rmadim, minib ham ko'rmadim, haydab ham ko'rmadim. Shuning uchun o'zimga qiziq. Video qilib ko'rsammikan, shuni tuning qilib ko'rsammikan deb o'ylab nima qildim? Bo'pti, gaz dedim. Shu bilan bosib bormoqchiman endi. Mana shu mashinamni men bu. O'sh 200 ming stok Sport D, Sport Plus C bo'lar ekan. Qolgan hammasi D bo'lar ekan. Ketdi. Bile. Mashina esti yo'q. Bu yoqqa o'tamiz. Hop, mana. 200 mingga oldik. Qani endi? Vaz 21 11. Mana o'sha toychoq. Nimaga qorasidan oldim bilmayman. Endi tuning qilamiz-da. 560 lichniy pulimiz bor. Balkim yetib qolar, balkim yetmas, ko'ramiz. Xullas, atak chiroq nima, orqa faralari ham emas. Mashinani ko'rinishi uncha ham emas. Juda zo'r ham bo'lmaydi, lekin har na. Bilan ko'ti toyib ketar ekan. Chiqadi. Defaultni nima? Telefon qo'yadigan nimasi ham bor ekan. Voy onasini ham. Er-xotin ikkalasi nimadir qilib yuribdi. Nima qilib yuribdi bilmadim-ku, lekin nimadir qilib yuribdi-da. Mana xalaqit bermaylik. Aqlli bola bo'lib, yashilonni shuni kutmasdan sariqda bosamiz. Razga olishi juda ham sekin ekan, lekin seriyozno. 29 ming bo'lsa, arzimagan pul ketadi-yu, menimcha. Bunga hali diskni ham yopishtirish kerak. Antiradar kerak emas. Jani 300-400 bo'lgan mashina chiqadi. Nima iloji borsa, xo'p. Endi sport qo'ygandan keyin o'zgaradi ekan. Men tepasi nimadan bo'lardi? Nega orqa bunaqa? Orqa tomida ikkitani o'ydiq joyi bor. Ko'ramiz, balkim bu narsa qo'yib bo'lsa kerak, menimcha, yana bilmadim. Men tekshirmoqchi edim. 228 to'rtta qo'shilgan. Boya vishkiga boruvdik bolalar bilan. Yoki bola bilan, bir bola bilan. Tasi bilan vishkiga bordik. Otishdik, ochko yig'dik, yo'q qildik. Qolganlarga eshitsam bilgan bo'qini yeb yurdi. Bu yoqqa o'tdi, aylanib xullas vishki ham tugadi. 24 ochkoni o'zim yig'dim adashmasam. Mashinada bordim, endi boshlangan birinchi vishkiga bordik. Mashinadan tushmasdan faqat aylanib 24 yig'ib oldim. Narigi ikkinchilarda uncha emas. Bilaman, unga drift qo'yish kerak ekan. Men drift qilar ekan. Ko'ti zo'r toyar ekan lekin. Yomon emas. Yangi boshlagan novichok yuguruklar uchun zo'r mashina. Buni endi tuning qilib bo'lgandan keyin balkim rozgirish qilarsam kerak yoki kimgadir beraman. Agar novichoklar bo'ladigan bo'lsa, novichoklar endi bu videoni ko'radimi bilmadim. Ko'radigan bo'lsanglar, pastda nimada
Silkamni qoldirib ketaman, telegramni silkasini. Kiringlar, o'shtirib berish bilan shartlarni shunaqa narsalarni bajargan g'olib olaveradi. Sekin-sekin emasmi? Mana tomog'im yomon qirilyapti boru. 11:35 bo'pti. Xo'sh. Qo'yamiz. Bafer qo'yamiz. Kolxoz qilamiz uni. Qo'yamiz. Qarab. Bunaqa bor, bunaqa bor. Mana shuni qo'yamiz. Krisha. Aytdim tomda nimadir bor dedim. Bu nima? Juda kolxoz qilmaymiz menimcha. Kolxoz mingancha takamon emas. Tonirovkalar bilan diskalarni bosib olsak, cho'tki bo'ladi degan. Tepasiga kirishi shart emas. Nitra bilan yurib ko'rmadim. O nitrani bossa ko'zimcha ketmas ekan. Maksimalkasini hech tekshirmadim lekin. Lekin farasi menga yo'q. Orqa zadniy fara. Chiqishim bo'yicha deyam nitra. Mayli, shu ham yetib qolsa kerak. Endi maksimalkani tekshiramiz. 170, 180, 190, 193. Voy, zo'r. Yetarli e'tibor beringizlar tomog'im qitishyapti. Yomon qitishyapti degan tomog'im bor. Ketdi. Va buni oldi tortargan. Hamma. Bor egashdi. Yerdan ko'ra bor. Nima dedim? Hop. Mani gaplashyapti bular. Chat. Hop. Ketdi. Ularnikiga qiziqmayman. Xo'sh, tonirovkani qoraqlamiz, full beton. Orqani ham qoraqlamiz, full beton. Undan keyin o'zimizni har doimgi svet. Shuni qo'yamiz. Keyin mana qo'yamiz. Undan keyin bu yoqqa o'tib turib sariqroq qilamiz. Hop, mana. Bilan nima? Rangi qolib ketdi. Rangini boshqacha qilish kerak. Qanaqa rang tushadi bu mashinaga? O'zi hayotda qanaqa rang ekan o'zi bu mashina? Xo'sh, qanaqa rang? Qanaqa qilamiz buni? Menimcha bitta rang keldi gallaga. Mana shu bo'laman. Diskani ham shunga qarab taqamizda. Bu menimcha bo'ladi. Diskani ham shunga moslasak, cho'tki bo'ladi. Bo'ldi, ketdigan diska taqamiz. Orqasi baland bo'lgan hisobigami, balkim shunga to'yib ketayotgandir. Xo'sh, aqlli bola bo'lib qizilga to'xtaymiz. Davay, ketdik.
Yomon emas, normal ketyapti. Asta sekin. Voy billa. Mayli. Mana nima mashina bu? Ha, bu ham o'sha nimadandir. O'shanaqa qilib yasash kerak bor. O'shanaqa diska taqsammikan mana. Borib ko'ramiz, qanaqa diskalar bor, qanaqalari tushadi, qanaqalari tushmaydi. 193. Ну, rostdan ham lekin novichoklar uchun yomon mashina emas. Как раз sport qo'yildi. Почти что tuning qilyapti. Rang almashtirildi, tonirovka bosildi. Svet full, sport bor. Endi hozir diskaga borib turib, bitta diskani topib turib, chaqildatib yopishtirsak, bular hayot go'zal. Qanaqa diska taqsam ekan ha? O'ylantiryapti. Xo'sh, goskasi 200 bo'lsa, nimasi? Renik masalan 200 bo'lsa, shunda renik narxi yo'q, nima deyapman bilay, salon 200 bo'lsa, goskasi 100 bo'ladi. Sport bilan shunda renik narxi 300, 400, 450 ga aylanishi mumkin. No, videoni boshlagan paytim qancha pulim bor edi? 200 ga olgan bo'lsam, qancha bir 500 ketgandir o'zi. Bela aylanib ketaverarkanda. Voy, bu ham qolib ketdi. San urmasang bo'lmas tilagan. Hamma hali. Yuraveraylikcha. Mana. Rostdan lekin tormoz bosganda sal ehtiyot bo'lar ekan odam. Endi aylanib ketar ekanda. Ha, ona nima agar. Birinchi litsaga o'tib qo'ydim. Daraxt orasiga kirgan payti birda haydamasa cho'ta bo'lmayapti. Hop, cho'tki bo'ldi. Bunga drift qo'ysa qalay bo'lar ekan? Drift qo'ysa normalni bo'ladi. No, drift ham qo'yarman balkim keyin. Ko'ramiz xullas. Bu narsa qilamiz-da. Mana ket. Ketdik. Mashinam bir ahvolda. Voy, mana. Salamiki sal mayli. Sekin asta mehr aylanadi. Hop. Aytgancha keyin yana qanaqa mashinalarni tuning qilishimni xolos sizlar qanaqa mashinalar yoqadi. Endi 300-400 millionlarni Bugatti yoki qimmat tuning unaqa mashinalar yozmanglar. Niski klassdagi arzon mashinalarni yozsanglar, o'shalarni olib tuning qilib, balkim keyin rozgirish qilib yuborarman. Tak, men ham nima deyman-da. Bu qanaqasidan taqsam ekan? Qanaqa tushadi bunga? Mana vidimdagi diska bormikan bu yerda? Xo'sh. Menimcha unaqasidan yo'q u. Xo'sh. Bo'lmas. Bular tushmaydi.
Mana shuni kattarog'i bormi? May deganda. Mayda diska bo'lmaydi. Sal yirikroq diska kerak. Atak mana shu ham bo'ladi. Mana shu. Xullas topdim mana shuni qo'ymoqchiman endi. Tapqa qo'yamiz. Tapqa chiqamiz. Bo'ldi. Qalay bo'ldi. Pulimiz bor. Yog'ini to'g'irlab chiqamiz. Yo'q bo'lmasdi. Buni 30 qilsa qolay turar ekan. Qichiv turadi, qichiv. Endi oldini. Oldini ham 30 qilaveramiz-da. Kuzubdan chiqib turgan balon uncha yoqmaydi menga. Shuning uchun sal kuzub ichiga tiqib, takoy cho'tkiga qilib qo'ysa bo'ladi. Voy. Bunga drift qo'yish kerak ekanda o'zi. Driftning mashina ekan bu. Plus mana kerak. Ko'rib turganinglardek, buni ham cho'tkiga qilib taxladik. Mashina qichiv chiqdi. Shaxsan menga yoqdi. Endi kimga yoqdi, kimga yoqmadi bilmadim-u. Shaxsan menga yoqdi, lekin mashina ajoyib bo'ldi. Oldi fara bilan men bu farani yopib turgan narsa bilan bamperni olib tashlayman menimcha. Bitta o'sha g'alati ko'ryapti ko'zimga. Qolgan hamma narsasi normal. Voy, bunga nima bor edi endi? Ma'lum do'stlar, sog' bo'linglar, charchamanglar, salomat bo'linglar. Xayr do'stlar.